Aholining transportga bo'lgan ehtiyojini qondirish, ularni tezkor, zamonaviy transport vositalari bilan ta'minlash hamda tuman markazini viloyat markazi bilan bog'lash maqsadida 200-sonli Juma shahri markazi temir yo'l avtoshoh bekati yo'nalishida mikroavtobuslar harakati yo'lga qo'yilganligi haqida xabar bergan edik. Mazkur yo'nalishda shu kunga qadar 8 ta Changan rusumli transport vositasi aholining uzog'ini yaqin qilib kelayotgandi. Aholidan kelib tushgan talab va takliflar asosida hamda Pastarg'om tumani dehqon va buyum bozorlari atrofida yo'lovchilar oqimi yuqori ekanligidan kelib chiqib, mazkur yo'nalish Juma avtoshoh bekatiga qadar uzaytirildi. Bundan avval eski avtobuslar qo'yilgandi Juma shahar bo'ylab. Bu hozir mikroavtobuslar, bu qulayliklar bizning xalqimiz avvalo bunga loyiq. Bu juda ham bizning xalqimizni, bizni juda xursand qiladi. Yumshoq o'rindiqlari uzog'imizni yaqin qiladi. Men shu liniyada 1 yildan beri xizmat qilib yuribman, aholiga xizmat qilib yuribman. Oldin men Juma ishidan qatnardik, ko'p turib qolardik. Uncha qulayliklar yo'q edi. Hozir Juma bozoridan, Stenkadan qatnayapmiz. Aholilar yaxshi kutib oldi, hammasi xursand. Uzog'ini yaqinlayapmiz. Yo'nalishda zamonaviy qulayliklarga ega 15 ta yumshoq o'rindiqli transport vositalari 6-10 daqiqalik interval asosida harakatlanmoqda. Eng asosiysi Pastarg'om tumani aholisi ushbu yo'nalish orqali Samarqand shahrida joylashgan temir yo'l avtoshoh bekatiga qadar yetib olishlari mumkin. Tashuvlar Laziz qurilish nurli vohasi mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshiriladi.